Iyo, kanami bu? Aytdim nimaga 2 kundan beri badaningiz issiq, ishtag'an yo'q. Kana tushgandanmi-kina? Kunlar isishi bilan hayvonlarni kana chaqish oqibatida qon parazitar kasalliklardan eng ko'p uchraydigan teleroz kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Agarda hayvoningizning ishtahasi pasaysa, tana harorati ko'tarilsa, yelin usti va kurak oldi limfa bezlari kattalashadi. Bunda sizdan talab qilinadigan narsa mollaringizni salqinda saqlash, hayvonlarni tez-tez va o'z vaqtida sug'orish va molxonani har xil hasharot va kana bitlarga qarshi tez-tez dorilab turish kerak. Kasallikni davolashda vena qon tomiri orqali gipertonik eritmalar va tana haroratini tushiruvchi dori vositalaridan foydalanamiz va qo'shimcha ravishda Babco kompaniyasining Telasay dori vositasini ham ishlatamiz. Bu dori vositasini ishlatishimizda 20 kg tirik vaznga 1 ml miqdorida bo'yin muskuli qismiga ishlatamiz. Dori vositasini ishlatishda vena qon tomiri orqali va teri ostiga ishlatish qat'iyan taqiqlanadi. Dori vositasi antiprotozol xususiyatiga ega bo'lib, qonli shaklli elementlarni bloklaydi. Ya'ni qonli shaklli elementlariga kasallik qo'zg'atuvchidan kirishiga yo'l qo'ymaydi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling va ushbu videoni mol boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.